Xandon pistali muzqaymoqni o'zim tayyorladim. Uy sharoitida ham muzqaymoq, ham ko'ngilga tegmaydigan krem va quymoqlar uchun surtma qilib ishlatsa ham bo'ladi. Xandon pistamizni qaynoq suvga ivitib, uni po'stlog'idan tozalaymiz. Keyin slivka, ya'ni suyultirilgan qaymoq bilan birgalikda blenderdan o'tkazamiz. Kletchatkani yo'qotmasligi uchun to'lig'icha ezmang. Unga yana biroz qaymoq va shakar qo'shib, 5 daqiqa davomida tinimsiz aralashtirib, biroz qaynatib olamiz. Alohida idishga 4 ta tuxum sarig'i, shakar va pistali qaymog'imizni oz-ozdan solib, hammasini yaxshilab aralashtirib olamiz. Muzqaymoqni 3-4 soatga muzlatgichga yuboramiz. Bu orada 2-3 marotaba qoshiqda aralashtirib qo'yamiz. Oqsil, kletchatka va antioksidantlarga boy muzqaymog'imizni tayyorlashni juda maslahat beraman. To'liq retsepti opisaniyada. Yoqimli ishtaha. Xandon pistali muzqaymoqni o'zim tayyorladim. Uy sharoitida ham muzqaymoq, ham ko'ngilga tegmaydigan krem va quymoqlar uchun surtma qilib ishlatsa ham bo'ladi. Xandon pistamizni qaynoq suvga ivitib, uni po'stlog'idan tozalaymiz. Keyin slivka, ya'ni suyultirilgan qaymoq bilan birgalikda blenderdan o'tkazamiz. Kletchatkani yo'qotmasligi uchun to'lig'icha ezmang. Unga yana biroz qaymoq va shakar qo'shib, 5 daqiqa davomida tinimsiz aralashtirib, biroz qaynatib olamiz. Alohida idishga 4 ta tuxum sarig'i, shakar va pistali qaymog'imizni oz-ozdan solib, hammasini yaxshilab aralashtirib olamiz. Muzqaymoqni 3-4 soatga muzlatgichga yuboramiz. Bu orada 2-3 marotaba qoshiqda aralashtirib qo'yamiz. Oqsil, kletchatka va antioksidantlarga boy muzqaymog'imizni tayyorlashni juda maslahat beraman. To'liq retsepti opisaniyada. Yoqimli ishtaha.